Jizzax shahridagi 29-son manzil koloniyasida jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax shahar sudi tomonidan sayyor sud bo'lib o'tdi. Unda qator mahkumlarning jazolari yengil bilan almashtirish yuzasidan sud ishi ko'rib chiqildi. Hozir shu haqda. Adashganni kechirish, unga imkon berish xalqimizga xos bag'rikenglikdir. Mazkur insonparvarlik tamoyili davlatimiz siyosatida ham aks etgani bu demokratik jamiyatning belgisi hisoblanadi. Muhayyo Yusvaliyeva ham bugun qilgan ishlaridan chin dildan pushaymon. Shu kunga qadar belgilangan jazoning yarmini o'tab kelgan Muhayyo o'talmay qolgan jazo muddatini yengil bilan almashtirish to'g'risidagi iltimosnoma bilan murojaat qilgan edi. Sayyor sudda uning ishi ko'rib chiqildi. Murojaatim ko'rib chiqilib, jazom yengillashtirib berdi. Qilmishimdan pushaymonman. Prezidentimizga rahmat. Sayyor sud davomida Yusvaliyeva va Muhayyo kabi jami 4 nafar mahkumning jazoni o'tash davrida koloniya tomonidan ijobiy tavsiflanganligini, o'rnatilgan tartib-qoida talablarini bajarib, mehnatga halol munosabatda bo'lganligini, tayinlangan jazoning yarmini o'taganligi inobatga olinib, iltimosnoma qanoatlantirildi. 2024-yil 1-yanvardan kuchga kirgan sud qarorlarining qonuniyligi, asosliligi va adolatliligini tekshirish ishlari bo'yicha Ichki ishlar vazirligi huzuridagi 29-sonli manzil koloniyasida targ'ibot ishlari olib borildi. Shu jumladan 4 nafar mahkumga nisbatan Jinoyat kodeksining 74-moddasiga asosan jazolar yengilroq bilan almashtirildi. Tadbir davomida jazodan ozod etilgan shaxslar so'zga chiqib, ishonch va berilgan imkoniyat uchun minnatdorlik bildirdilar hamda kelgusida halol mehnat qilishga va'da berdilar.